siyraklashtirish kerak. Taqalar hech yo'g'i 28 kalibrga olib chiqish kerak. Ochiq dala sharoitlarida Realtiyaga gilosda ekilganda mana shunaqa ser hosil bo'ladi. Bunga 100% o'zini o'zi changlaganiga juda hosil ko'payib ketadi. E'tibor berib qarasalaring, hammasi shunaqa. Ko'rsatib qo'yingki, mana hosiliga baho berasizlar. Buni ichidan siyraklatib, ashi maksimalni 28-30 kalibrga olib chiqsangiz, o'ma zo'r gilos, qattiq, chidamli. Teplitsaga ekish tavsiya beramiz, chunki Surxondaryoda mana bitta akamiz ko'rsatib qo'ydi. O'zbekistonga Teplitsada qanaqa bo'lishini haqiqatda ham asha akaning mehnatlariga malades, tan berdik. Haqiqatda gilosni zo'r qilib xalqimizga ko'rsatdi. 32 kalibrga olib chiqdi Realtiyaga. Teplitsada namgarchilik yuqori bo'lgani uchun liboy gilosda ekkanda Teplitsada yirik bo'lishi bu aniq. O'rtoqlar, Realtiyagani ko'chati bor. Agar qiziqsalaring, bundan tashqari Nimba, Realtiyaga, Giant Red, Svitariana, Skina, Vapinus ko'chatlarimiz bor sotuvda. Kelib ulgurib qo'yinglar, ko'chatga zakaz berib, hozirdan zakaz bersalaring ko'chatimiz narxi 35 ming so'm. Sog' bo'linglar.